yuzida aknesi bor ko'p insonlar nima qiladi? Darrov kosmetologga borib chiska qildirsam yo'qoladi deb o'ylaydi. Lekin bu katta xato. Chiska akneni davolamaydi. Aksincha, akne ustiga mexanik bosim berilsa, atrofdagi to'qimalarga yallig'lanishlar tarqaladi. Infeksiya boshqa joylarga ham tarqalib, yangidan akne hosil qiladi. Issiqda yoki noto'g'ri sharoitda qilingan chiska yuzni battar qizartirib shirib qo'yadi. Kuchli mexanik bosim sabab ortidan chuqurcha yoki dog' qoldirish xavfi kuchli. Undan keyin SPF surilmasa, ochiq teri quyoshdan dog' paydo qiladi. Eslab qoling, akne bu faqat tashqi muammo emas. O'smirlik davri, sikl buzilishi, stress yog' bezlarini haddan tashqari faollashtiradi. Shirinliklar, fast food, gazli ichimliklar ichak mikroflorasini buzadi. Akne kuchayadi. Stress va uyqusizlik sabab kortizol ko'tariladi. Yog' ajralishi oshadi. Yallig'lanish kuchayadi. Organizm toksinlarni teri orqali chiqarishga harakat qiladi. Toshmalar ko'payadi. Og'ir po'ralarni berkitadigan kremlar ham akneni ko'paytirishi mumkin. Endi savol tug'iladi. Nega kosmetologlar buni aytmaydi? Sababi, ba'zilar bu haqida yetarli bilimga ega emas. Ba'zilar esa mijozni yo'qotmaslik uchun aytmaydi. Lekin haqiqiy mutaxassis sizni ogohlantiradi. Aknelarni yo'qotish chiska bilan emas, to'g'ri parvarish va ichki muolajalar bilan bo'ladi. Chiska o'zi qanday yuzlarga mumkin va mumkin emas? Bu savolga javobni post ostidan topasiz. Yuzingizdagi muammolarni yo'qotish uchun siz qanday xatolarga yo'l qo'ygansiz? Albatta fikringizni kommentariyada qoldiring, chunki siz qilgan xatoni boshqa birov takrorlamasligi uchun manfaatli bo'ladi.